Bugun sizlar bilan diabet va uning turlari haqida gaplashamiz. Qandli diabetning eng ko'p tarqalgan turi bu ikkinchi tip diabet hisoblanadi. Ikkinchi tip diabet bu organizmda insulinning nisbatan yuqoriligi va to'qimalar darajasida sezuvchanlik buzilishi bilan kechadigan holat hisoblanadi. Ko'proq bu ortiqcha vazn va semizlikka ega bo'lgan, kam harakat, noto'g'ri ovqatlanadigan va nasliy moyilligi bor yosh kattalarda uchraydi. Birinchi tipdan asosiy farqi bunday bemorlarda insulinni mutlaqo yetishmovchiligi kuzatilmaydi. Keyingi tip diabet bu birinchi tip diabet. Birinchi tip diabetda bu me'da osti bezining autoimmun shikastlanishi sababli bolalarda va yoshlarda uchraydi va mutlaqo insulin yetishmovchiligi bilan kechadi va asosiy davosi bunda insulin bo'ladi. Keyingi tip diabet bu gestatsion diabet, ya'ni homiladorlik vaqtida rivojlanadigan diabet hisoblanadi. Ikkinchi tip diabet kechish jihatidan bu diabet ikkinchi tip diabetga yaqin, lekin homiladorlik vaqtida insulin tavsiya qilinadi. Ba'zi adabiyotlarda va ba'zi tavsiyanomalarda metformin gruppasi ham bunday holatlarda berilishi mumkin. Buning asosiy sababi o'sha homiladorlikning ikkinchi trimestrida insulinga bo'lgan sezuvchanlik ortishi hisobiga, buzilishi hisobiga yuzaga keladi. Keyingi tip diabet bu latent autoimmun diabet. Kechish jihatidan birinchi va ikkinchi tip oralig'idagi diabet, ya'ni 1,5 tip diabet ham aytiladi. Buni asosiy olib keluvchi sabab bu o'sha autoimmun kasallik sababli rivojlanadigan holat bo'lganligi uchun bunday bemorlar ham nisbatan erta insulinga o'tishga muhtojlik rivojlanishi mumkin va ko'pincha qo'shimcha boshqa autoimmun kasalliklar, masalan, autoimmun alopetsiya, autoimmun tiroidit, autoimmun vitiligo kabi kasalliklar bilan birga kelishi mumkin. Keyingi tip diabet bu ketozga moyil diabet. Ketozga moyil diabetning patogenezi juda ham kam o'rganilgan. Bunda o'sha qisqa vaqtda bemorda insulin yetishmovchilik holati kuzatilib, bemorlarda ketoz yoki ketoasidoz kuzatilishi mumkin va bunday holatda davo insulin bilan bo'ladi. Va buni diagnostika qilish biroz qiyinroq. Keyingi tip diabet bu modiy tip diabet, ya'ni ikkinchi tip diabetni bolalarda uchrovchi formalari. Bu o'z ichiga 14 ga yaqin genetik kasalliklarni, ya'ni glyukoz almashinuvi bilan buzilish bo'ladigan kasalliklarni o'ziga ichib oladi va uni 14 ta genetik tipi mavjud. Bunday tip xalqimiz orasida juda ham ko'p uchragan bo'lishi mumkin, ayniqsa qarindosh nikohlar orasida. Faqat uni aniqlash, diagnostika qo'yish jarayoni biroz qiyinroq bo'lganligi sababli ko'pincha bu diabet tipi kam qo'yiladi. Undan tashqari juda ham kam uchraydigan diabetning genetik formalari, ya'ni Gilmaut, qandli va qandsiz diabet birga kechuvchi holatlar, undan tashqari genetik formalar va sindromal qandli diabetlar ham uchrab turadi. Diabetning turlarini bir-biridan farqlash juda ham muhim, chunki davolash, diagnostika choralari bir-biridan farq qilishi mumkin. Endokrinologga murojaat qilganingizda uni qaysi tipi ekanligi va qanday davo choralari zarur ekanligini aniqlashtirib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.